iqror manzili. Aziz ota-onalar, qadrli yoshlar, yodda tuting. Sodiq Samarqandiy ishtirokidagi diniy mazmundagi video, audio, matn, foto, animatsiya va boshqa shakldagi har qanday ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasiga olib kirish va tarqatish taqiqlanadi. Bunday harakatlarni sodir etish huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Nimaga hijrat qilish kerak desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlar. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlar. Shuning uchun qilishimiz kerak. Husan Tohirjonov YouTube, Facebook, Telegram, Odnoklassniki, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar hamda ekstremizm va aqidaparastlikni targ'ib etuvchi internet saytlar orqali Sodiq Samarqandiy tomonidan olib boriluvchi diniy saboqlarni tinglash natijasida radikal va aqidaparast oqimlar ta'siriga tushgan. Sodiq Samarqandiy tomonidan Turkiyada tashkil etilgan markazga aloqador kishilar tomonidan Suriyadagi jangarilar lagerlariga yo'llangan. Ayni vaqtda o'z qilmishi uchun jazo muddatini o'tamoqda. Qilmishidan qattiq pushaymon. Shu bois yoshlarni halokatga boshlovchi, muqaddas islom dinini o'zining manfur niyati yo'lida niqob qilgan Sodiq Samarqandiy kabi da'vatchilarning kirdikorlari haqida o'z ixtiyori bilan hikoya qilmoqda. Lekin maqsad to'g'ri, hijrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar Makkadan Madinaga. Lekin biz nega hijrat qilishimiz kerak? Ular qilganlar uchun qilishimiz kerak. Yo'q, bu bilan ilm bo'lmaydi. Ya'ni bu narsalarni kimdir o'rgatgan deyishi mumkin. Yo'q, bu narsalarni ko'rib, amaliyot hayotiy tajribadan kelib chiqib bilib oldikda. Ular hijrat qilganlar, biz ham hijrat qilishimiz kerak. Lekin ular nimaga hijrat qilganlar? Biz nimaga hijrat qilamiz? Shu savol bo'lmaydi. Diniy bilimimiz yo'qligidan. Bolaga ota-ona aytadi-ku, borma, yiqilib tushasan, borma, kuyasan misol. Borma, yomon joy desa, yo'q, bola boradi. Qiziqib bo'ladi. Bor, tegsiz, issiq narsaga tegmaydi. Tegmasangiz tegadi. Bolada shunaqa narsa bor-da. Eshitmaydigan sari bular eshitib ko'ryapti-da. Sodiq Samarqandiyni shu eshitish mobaynida Hasan Tohirjonov YouTube, Facebook, Telegram, Odnoklassniki, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar hamda ekstremizm va aqidaparastlik